Assalomu alaykum. Sizlar yaxshimisizlar? Yaxshi keldingizlarmi? Charchamayapsizlarmi? Mehnatlar bilan. Rahmat. Aziz akamizni ozgina sizlarga ehsonlari bor edi. Hozir o'zlari joy ketadilar, hozir keladilar. Ikkitadan paket. Buni hozir ochib ko'rsatamiz. Nimalar borligini ichida. Hozir ochadigan produktimiz bitta odamniki. Hozir ochib ko'rsatamiz ichida qancha mahsulot borligini. Mevalar bor. Go'sht. Hatto bo'magagacha olingan. Tushonka, asal, mana ertalab asal choy ichasizlar. Tovuq go'shti. Mana uni ikkitadan bor. Tovuq go'shti ikkita. Tovuq ham ikkita. Holva. Mana kartoshka, piyoz, sabzi. Bolalarga Mana bolalarga shirinliklar ham bor. mana o'yinchog'i ustiga hammasida shirinlik. Mana shu ko'rib turganlarimiz bitta odamniki. Hammalarimiz har bittalaringizga shunchadan produktlar bor. Bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin. Bizani faqat bitta duo qilib qo'ysangizlar bo'ldi. Avvalo tan joninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin, rizqinglar baland bo'lsin. Topganinglarga Allohim bizga bergan ehsoninglarni Allohim behisobidan, beminnatidan bitmas tuganmas halolidan, g'oyibidan bersin. Hammanglar tan joninglar sog' bo'lsin. Qatnashgan yigitlarimizni, azizlarni nima deydi? Farzand talablariga farzand bersin Allohim. Dardi borlarni Alloh dardiga Alloh shifo bersin. Bemorlarimizni baxti yo'llarni baxti ochilib, hamisha shunaqa ehson berib yurishuvchilardan bo'lsin. Shu aziz ukamizning tanijonlari sog' bo'lsin, ukalarining ham omadini bersin. Nimaki niyat qilgan bo'lsa, niyatlar ijobat bo'lsin. Faqat topganlar yaxshi kunlarga bo'lsin. O'sha bizga bergan ehsonlar Alloh g'oyibidan to'ldirsin. Internetdagi ukalarimizni ham Rossiyada, Turkiyada, o'zga davlatlarda xizmat qilayotgan ukalarimiz ham tan jonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Topganlari yaxshi kunlarga nasib qilsin. Ehsonlarini Alloh o'zi savobidan, ajrimidan bersin Allohim. Shu aziz ukamizning tanijonlari sog' bo'lsin, ukalarining ham omadini bersin. Nimaki niyat qilgan bo'lsa, niyatlar ijobat bo'lsin. Sizlarga berdi Xudo, sizlarga ming bersin. Nima niyat qilsangiz yetinglar.